Siz shinalaringizni 2,2 bar bosimga sozlaysiz va bu hamma uchun to'g'ri deb o'ylaysiz. Katta xato. Hamma qiladigan bu odat sizning mashinangizni sezdirmay yemiradi. Shinalarning erta eskirishi, osma qismlarining shikastlanishi, tormozning yomonlashuvi, bularning hammasi siz mutlaq haqiqat deb o'ylagan, lekin aslida unday bo'lmagan bir raqam tufayli. Quyida siz 2,2 bar bosim mashinangiz uchun qanday xavf tugdirishini aniq tushunasiz va buni butunlay to'g'rilash uchun oddiy, 30 soniyalik usulni bilib olasiz. Birinchi qism. Haqiqiy tavsiya etilgan bosim qayerda yozilgan? Haydovchilarning katta qismi shinalarning bosimini tasodifiy belgilashadi. Aslida esa to'g'ri javob deyarli hech kim qarab chiqmaydigan kichik bir stikerda yozilgan va u qo'lingiz ostida. Shinaning yon tomoniga yozilgan narsani unuting. Asl manba bu haydovchi tomondagi eshik ustuniga yopishtirilgan stiker. U sizga mashinangiz old va orqa shinalarida bo'lishi kerak bo'lgan aniq bosimni, sovuq holatdagi bosimni ham ko'rsatadi. Hammasi qora qilib yozilgan. Bu qiymatlar to'qima emas. Muhandislar bu ko'rsatkichlarni mashinaning ogirligi, osma tizimi, tormoz tizimi va ogirlik taqsimotini hisobga olgan holda belgilashgan. Bu sizning modelingiz uchun maxsus hisoblangan ma'lumot, hamma uchun bir xil deb o'ylab, o'ylamay aytiladigan mashhur 2.2 bar emas. Bu ko'rsatmalarga rioya qilish mashinangizning muvozanati, xavfsizligi va unumdorligini kafolatlash degani. Bu stikerga qarash juda ham oson. Haydovchi eshigini oching va ustunga qarang. U yerda siz old va orqa bosimni, tavsiya etilgan shina o'lchamlarini, yuk cheklovlarini va sovuq bosim yozuvini topasiz. Bu stiker asosiy manba hisoblanadi. Gap tamom, boshqa so'z yo'q. Uni e'tiborsiz qoldirish, ko'zi yumib mashina haydash bilan barobar. 20 yildan beri biror marta ham unga qaramagan bo'lsangiz ham farqi yo'q. Ustangiz har safar hamma joyga 2,2 bar bosim qo'ying deb aytsa ham farqi yo'q. Sizga shunday o'rgatilgan bo'lsa ham farqi yo'q. Mana shu kichik stiker sizning mashinangizga haqiqatan ham kerak bo'lgan yagona muhim ma'lumotni o'zida saqlaydi. Ikkinchi qism 2,2 bar bosim haqidagi afsona. Bu yanglish fikr qayerdan kelgan? Bu fikrni sizning boshingizga kim soldi? Texnik, mexanik yaqinlaringiz yoki shunchaki hamma ishonadigan bir ishonchmi? Bu mo'jizaviy raqam baribir sizning mashinangizdan chiqqan emas. 2,2 bar bosim haqidagi afsona avtomobil ustaxonalari paydo bo'lgan ilk yillarga borib taqaladi. O'sha davrda mexaniklar aksariyat mashinalarda deyarli to'g'ri ishlaydigan yagona qiymatni izlashardi. Mukammal emas, faqat tez yurish va ortiqcha bosh qotirmaslik uchun yetarli darajada. Shu tariqa 2,2 bar bosim standart sozlama bo'lib qoldi. Vaqt o'tishi bilan bu qulay qisqartma toshga oyilgan haqiqatga aylandi. Mexaniklar bu ma'lumotni mijozlarga yetkazishdi, haydovchilar esa o'zaro bir-biriga takrorlashdi va internet esa uni umumiy qoida qilib yubordi. Lekin bu yerda asosiy muammo bor. Mashinalar tubdan o'zgardi. Hozirgi kunda avtomobillar ancha ogirroq, osmalar juda murakkab bo'lib ketgan, shinalar kengroq va bosimdagi eng kichik farq ham ilgari bo'lmagan darajada katta ta'sir ko'rsatadi. Lekin maslahatning o'zi bir nuqta ham o'zgarmagan. Zamonaviy avtomobillar juda aniq ishlangan mashinalar bo'lib, ogirlik taqsimoti millimetrgacha hisoblangan va osma geometriyasi maksimal darajada optimallashtirilgan. Shunga qaramay, biz ularni hali ham eski davr mashinalardek tushirib yuramiz. Bu xuddi bolalikdagi poyabzalingizni katta yoshda kiyishga urinishdek bema'ni gap. Bu shunchaki ishlashi mumkin emas. Faraz qilaylik, siz bu eski odatlarni tashlab yubordingiz. Shunga qaramay yana bir raqam bor. U on haydovchidan to'qqiztasini adashtiradi. Bu raqamga qarab siz to'g'ri bosimni ko'rsatyapti deb o'ylaysiz, ehtimol. Lekin oldindan aytaman, bu unda emas. Mana nega shunday? Uchinchi qism shina yon devordagi tuzoq. Ko'pchilik odamlar shina yon devorda yozilgan raqamni o'qib, shu bosimni saqlash kerak deb o'ylashadi. Buni tushunsa bo'ladi, bu raqam juda aniq ko'rinadi va rasmiydek tuyuladi. Lekin bu fikr butunlay noto'g'ri. Bu raqam sizning mashinangizga kerakli bosimni ko'rsatmaydi. U shunchaki shinaga maksimal bosim qancha bo'lishi mumkinligini bildiradi, ya'ni portlamasligi uchun. Bu juda muhim farq. Bu raqam shinani himoya qiladi, lekin sizning mashinangizni emas. Va bu yanada murakkablashadi. Turli xil markadagi ikkita shinani oling, lekin qat'iy bir xil o'lchamlarga, bir xil kenglikka, bir xil balandlikka, bir xil diametrga ega. Birinchisi maksimal bosim sifatida 3 barni, ikkinchisi esa 3.5 barni ko'rsatadi. Bu biri boshqasidan ustun ekanligini yoki mashinangiz to'satdan boshqa bosimga muhtoj bo'lishini anglatadimi? Mutlaqo yo'q. Bu shunchaki bu ikkita shinaning boshqacha tarzda ishlab chiqarilganligini anglatadi. Birining yon devorlari qattiqroq, boshqasining esa yumshoqroq. Biri qulaylikka urg'u beradi, boshqasi esa katta iplarga chidamlilik yoki uzoq umrga. Tashqi o'lchamlari bir xil, lekin ichki tuzilishi butunlay boshqacha. Yaxshi tushunish kerak bo'lgan narsa shuki, siz shina brendini almashtirganingiz uchun mashinangizning xususiyatlari o'zgarmaydi. Muhandislar aynan sizning modelingiz uchun shassi, ogirlik va osma tizimiga mos optimal bosimni hisoblab chiqishgan. Bu bosim qaysi brend shina o'rnatishingizdan qat'iy nazar o'zgarmaydi. 4-qism noto'g'ri bosim sababli yuzaga keladigan 5 ta zarar. Nazariyadan yetarli. Agar siz hamma shinaga 2,2 bar bosimni tekshirmasdan quyib qo'ysangiz, amalda nima bo'ladi? Mana sizni kutayotgan 5 ta oqibat. Birinchi zarar portlash va ichki buzilish.
To'g'ri shirilmagan shina bu shunchaki qulaylik muammosi emas, bu haqiqiy portlash xavfi. Shinalar juda aniq tarzda deformatsiyalanishi uchun ishlab chiqilgan. Bosim juda past bo'lsa, har bir aylanishda yon devorlari haddan tashqari bukiladi. Bu bukilish kuchli issiqlik hosil qiladi va issiqlik kauchukning eng katta dushmani. Asta-sekin ichki qatlamlar yemirila boshlaydi, metall karkaslar ajraladi, kauchuk zaiflashadi. Tashqaridan qaraganda hammasi normaldek ko'rinadi, lekin ichkarida allaqachon muammo boshlangan bo'ladi. Shuning uchun portlashlar ko'pincha tez yuriladigan yo'llarda zarar boshlanganidan ancha vaqt o'tib yuz beradi. Bosim juda yuqori bo'lsa, boshqa muammo paydo bo'ladi. Shina beton kabi qattiq bo'lib qoladi. U zarbalarni yutish o'rniga ularni to'liq o'ziga oladi. Bir dona to'siq, to'satdan to'qnashuv, ichki karkaslar darhol yorilib ketadi. Ko'rinmaydigan, lekin qaytarib bo'lmaydigan zararlar. Bu zo'ravonlikning hammasi baribir bir joyda o'z aksini topadi. Kim bevosita oqibatlarga duch kelishini taxmin qilingchi, sizning osma tizimingiz. Ikkinchi zarar, osma tizimi vayron bo'ladi. Shinalaringiz avtomobilingizning birinchi zarba yutuvchi chizigi. Ularning vazifasi yo'ldagi nuqsonlarni asosiy osma tizimi ishga tushishidan oldin yumshatish. Lekin barcha shinalaringizni 2.2 bar bosimga sozlab, mashinangizning haqiqiy ehtiyojlarini hisobga olmasangiz, bu himoya yo'qqa chiqadi. O'rtacha ko'p pishirilgan shinalar yog'ochdek qattiq bo'lib qoladi. Ular endi hech qanday zarbani yutmaydi va har bir zarbani to'g'ridan to'g'ri osma tizimiga o'tkazadi. Amortizatorlar mo'ljaldagidan 2 barobar ko'proq ishlashga majbur bo'ladi. Yumshoq qismlar erta ezilib ketadi, sharli bo'ginlar tez eskiradi. Natijada hatto yangi mashinada ham osma tizimi qismlari o'z muddatidan ancha oldin ishdan chiqadi. Kam pishirilgan shinalarda muammo boshqacha, lekin xuddi shunchalik zararli. Shina doimiy ravishda deformatsiyalanadi va osma tizimi doimiy ravishda buni qoplashga majbur bo'ladi. Bu esa keraksiz tebranishlar, issiqlik va osma tizimi tutqichlari hamda qo'llariga kuchli bosim keltirib chiqaradi. Eng yomoni, aksariyat haydovchilar bu bobliqlikni hech qachon tushunmaydi. Ular yo'llarning holatini yoki ehtiyot qismlar sifatini ayblashadi, lekin hech qachon shina bosimini emas. Lekin osma tizimi zaiflasha boshlagach, shinalar yanada notekis yeyila boshlaydi va bu halokatli jarayon tezlashadi. Uchinchi zarar, shinalarning tartibsiz yeyilishi. Shinalar yeyiladi, bu tabiiy hol. Lekin ular bir tekis va bosqichma-bosqich yeyilishi kerak. Ko'pchilik mashinalarda ko'rinadigandek notekis va parcha-parcha bo'lib emas. Agar bosim juda past bo'lsa, tashqi chetlari ko'proq zarar ko'radi. Yon devorlari haddan tashqari egiladi, issiqlik to'planadi va protektorning chetlari juda tez yo'qoladi. Shinaning o'rtasida hali ham relief bor, lekin chetlari tekis bo'lib qolgan. Shinani almashtirish kerak. Agar bosim juda yuqori bo'lsa, aksincha bo'ladi. Shinaning o'rtasi butun ogirlikni ko'taradi. Markaziy qismi birinchi bo'lib yeyiladi, chetlari esa hali yaxshi holatda qoladi. Bu holatda ham shinani almashtirish kerak. Ikkala holatda ham bu qaytarilmaydi. Hech qanday almashtirish yoki muvozanatlash hech narsani o'zgartirmaydi. Bu faqat yeyilish masalasi emas, chunki notekis yeyilgan shina yerga yaxshi yopishmaydi va bu to'g'ridan to'g'ri tormozlash va yo'lda boshqarish qobiliyatingizga ta'sir qiladi. To'rtinchi zarar, tormozlashning yomonlashuvi va kutilmagan harakatlar. Yomon shishirilgan shinada mashinangiz kerakli darajada tormozlamaydi. Gap shu bilan tamom. Siz universal deb o'ylagan mashhur 2.2 bar bosimi, ehtimol, sizning avtomobilingiz ehtiyojlariga mos kelmaydi. Noto'g'ri bosimdagi shinalar yo'lga to'g'ri yopishmaydi. Kamroq kontakt, kamroq yopishuv degan. Kamroq yopishuv tormoz masofasi uzayadi degani. Hatto burilishda ham boshqarish qiyinlashadi. Egri chiziqlar noaniq tuyuladi, mashina tebranadi va burilishlarda harakati beqaror bo'ladi. Favqulodda tormoz bosish esa juda xavfli bo'lib qoladi. Shinalaringiz endi yetarlicha yopishmaydi. Siz tormoz pedalini bosasiz va to'xtayman deb o'ylaysiz, lekin mashina sirpanib ketadi va yo'ldan chiqadi. Bunday boshqaruvni yo'qotish qattiq tormoz bosishni og'ir avariyaga aylantirishi mumkin. Va hatto favqulodda vaziyatlardan tashqarida ham mashinangiz doimiy ravishda muvozanatni saqlashga harakat qiladi, barqaror turishga kurashadi va dvigatel oldinga yurish uchun ko'proq kuch sarflaydi. Bu esa bizni so'nggi zararga olib keladi. 5-zarar, yonilgi sarfining oshib ketishi. Mana eng sezdirmas, eng yashirin ta'sir. Hech kim buni sezmaydi, lekin har hafta hamyoningizni bo'shatadi. Dvigatelingiz noto'g'ri shishirilgan shinalarni aylantirish uchun ko'proq kuch sarflashi kerak bo'ladi. Shinalar juda yumshoq yoki juda qattiq bo'lsa, ular harakatlanishda qo'shimcha qarshilik hosil qiladi. Shuning uchun mashinani oldinga yuritish uchun ko'proq energiya talab qilinadi. Oylab bu xarajatlar yigilib boradi. Siz ko'proq yonilgi qo'yasiz, lekin nega bunday bo'layotganini hech qachon to'liq tushunmaysiz. Bu ko'rinmas va jimjimador yo'qotish. Hatto bir necha onlik bar bosim farqi ham yonilgi sarfini 2-3% ga oshirishi mumkin. Butun yil davomida bu siz sezmaydigan holda ancha katta mablag'larni yo'qotishingizga olib keladi. 5-qism, nega old va orqa shinalarda bosim farq qiladi. To'g'ri bosim masalasiga to'xtalganimizda, mana bir narsa bor, bu ko'plab haydovchilarni chalg'itadi. Eshik ichidagi yorliqni o'qiganingizda, old va orqa shinalar uchun tavsiya etilgan bosim bir xil emasligini ko'rasiz. Shunda o'zingizga savol berasiz, nega ishni murakkablashtirish kerak? Aslida bu umuman murakkab emas. Bu shunchaki mantiqan to'g'ri. Old va orqa qism bir xil yukni ko'tarmaydi.
Ko'pchilik avtomobillarda dvigatel old qismda joylashgan va u bir necha 100 kilogramm ogirlik qo'shadi. Bu ogirlik shinalarning yo'lga qanday bosim bilan tegishini va hammasini to'g'ri ushlab turish uchun kerakli bosimni o'zgartiradi. Orqa qismda esa vaziyat boshqacha. Yoki shinalar kamroq ogirlik ko'taradi, yoki yuk tashish uchun mo'ljallangan avtomobillarda ular ko'proq yuk ko'taradi, agar mashina katta yuklarni tashish uchun ishlab chiqilgan bo'lsa. Bu farq sizning hayotingizni qiyinlashtirish uchun emas. Bu mashinani muvozanatlash uchun xizmat qiladi. Va eng asosiysi, bu sizga hamma joyda bir xil bosim qo'yib, ishni osonlashtirish yoki o'zingizcha raqamlar o'ylab topishga ruxsat bermaydi. Siz etiketkada ko'rsatilgan raqamlarga amal qilasiz. Tamom va salom. Bu farqli bosimlar suspenziya, tormoz va boshqaruvning aynan mo'ljallangandek ishlashini kafolatlaydi. Agar siz bu farqni e'tiborsiz qoldirib, tort gildirakka ham bir xil qiymatni o'ylamay qo'llasangiz, mashina muvozanatini yo'qotadi, shinalar noteksi yeyiladi va tormozlanish oldindan aytib bo'lmaydigan bo'ladi. 6 qism sovuq holatda bosimning ahamiyati. Qaysi bosimni qo'llashni bilish yaxshi. Lekin uni qachon o'lchashni bilasizmi? Aksariyat haydovchilar aynan shu yerda adashadi. Shinalardagi bosim haroratga qarab o'zgaradi. Agar siz uni yurib bo'lgandan keyin darhol tekshirsangiz, natijangiz noto'g'ri bo'ladi. Nega? Chunki yo'l bilan aloqa va ishqalanish natijasida hosil bo'lgan issiqlik shinadagi havoning haroratini oshiradi. Bosim atigi bir necha daqiqada bir necha on barga ko'tarilishi mumkin. Aynan shu sababli eshigingizdagi yorliqda har doim sovuq holatda bosim deb ko'rsatilgan. Lekin aniq qilib aytganda sovuq holatda nimani anglatadi? Bu sizning avtomobilingiz kamida 3 soatdan beri to'xtab turgan yoki eng ko'pi bilan 1-2 kilometr yurgan bo'lishi kerakligini bildiradi. Shu sharoitda siz shinalaringizning haqiqiy bosimini aks ettiruvchi ishonchli o'lchovga ega bo'lasiz. Aynan shu o'lchovdan boshlab ishlab chiqaruvchi tavsiyasiga ko'ra moslashtirishingiz mumkin. Shunday qilib, sozlash to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilasiz. Afsuski, aksariyat haydovchilar bu qoidadan foydalanmaydi. Ular mashinani haydagandan keyin shinalarni tekshiradilar. Bosim yuqoriroq ekanini ko'rib, uni tushirish kerak deb o'ylashadi yoki sovuganda ozi normallashadi deb hisoblashadi. Boshqalar esa aksincha, to'g'ri ish qilyapmiz deb o'ylab, shinalarni ortiqcha shishirib yuborishadi. Har qanday holatda ham natija bir xil. Noto'g'ri bosim yo'lga yopishishni yomonlashtiradi. Shinalarning tezroq eskirishiga va tormoz samaradorligining pasayishiga olib keladi. Shunchaki sovuq holda o'lchash qoidalariga rioya qilish yashirin muammolarning katta qismini hal qiladi. Lekin bu hammasi emas. Bu tamoyilni ozlashtirgandan so'ng yana bir muhim jihatni tushunish kerak: mavsumlarning shinalarga ta'siri. Chunki bugun mukammal sozlangan narsa ertaga endi to'g'ri bo'lmasligi mumkin. 7-qism bosimning mavsumiy o'zgarishlari. Bugun shinalaringizni mukammal sozladingiz. Juda yaxshi, lekin bu qiymatlar o'zgarishsiz qoladi deb o'ylamang. Ko'pchilik haydovchilar mavsumlar shina bosimiga katta ta'sir ko'rsatishini bilishmaydi. Harorat o'zgarganda ichkaridagi havo ham reaksiyaga kiradi va bu to'g'ridan-to'g'ri yo'lda yurishingizga, yopishqoqligingizga va tormoz masofangizga ta'sir qiladi. Ishda sovuq shinalaringizni bo'shatadi. Sovuq ichkaridagi havoni siqib qo'yadi. Qoidasi oddiy: har 5 daraja pasayishda taxminan butun 100 dan 7 bar yo'qotasiz. Bu arzimasdek tuyulishi mumkin, lekin adashmang. Tasavvur qiling, kuz va qish orasida harorat 15 darajaga tushib ketdi. Har bir shinada 0.2 bar yo'qotasiz. Mukammal ravishda 2.4 bar bosimda bo'lgan shina 2.2 bar, hatto undan ham kamga tushib qoladi. Mashina yumshoq, kamroq sezgir va ancha beqaror bo'lib qoladi. Buni burilishlarda va tormoz bosganda aniq his qilasiz. Yozda esa ortiqcha shina bosimiga e'tibor bering. Issiqlik esa aksincha ta'sir qiladi. Shinalaringiz faqat quyoshda to'xtab turgani yoki yo'lda bir necha kilometr yurgani uchun ham 0.1 dan 0.3 bargacha bosim ortishi mumkin. Agar avval tekshirmasdan havo qo'shsangiz, shinalarni ortiqcha shirib yuborishingiz mumkin. Natijada haydovchilik noqulay bo'ladi, yo'l bilan kontakt kamayadi va eng asosiysi, to'sqinga urilganda shina yorilishi xavfi oshadi. Bahor va kuz eng aldovchi fasllardir. Haroratlar bir kundan ikkinchi kunga juda katta farq qiladi. Ertalab 16 daraja bo'lishi mumkin, kunduzi esa 5 darajadan 20 darajagacha ko'tariladi. Bir necha soat ichida shinalaringizdagi bosim bir necha on baracha o'zgarishi mumkin. Agar e'tibor bermasangiz, to'g'ri bosimni saqlab bo'lmaydi. Ko'plab haydovchilar sovuq havoda bosim indikatori yonib qolsa, darhol bu sensor buzilgan deb o'ylashadi. Bu noto'g'ri. Sensor aynan o'z ishini to'g'ri bajaryapti. Shinalaringiz sovuq sababli haqiqatan ham bosim yo'qotgan va avtomobilingiz vaziyat xavfli bo'lishidan oldin sizni ogohlantiryapti. Asosiy qoida shundan iborat. Mana nimani yodda tutish kerak. Shinalaringizni oyiga kamida bir marta va har fasl o'zgarganda albatta tekshirib turing. Bosimni har doim sovuq holda, eshik ichidagi yorliqda ko'rsatilgan raqamlarga qarab so'zlang. Har joyda 2.2 bar bosimni qo'llash odatini butunlay unuting. Agar shu tartibga amal qilsangiz, yo'lda maksimal barqarorlik, shinalarning bir tekis eskirishi va har qanday holatda samarali tormozlanishni ta'minlaysiz. 8-qism 2.2 bar bosim mos keladigan maxsus holatlar. Endi siz 2.2 bar bosim nima uchun muammo bo'lishi mumkinligini bilganingizdan so'ng, keling, bu bosim haqiqatan ham mos keladigan kamdan-kam istisno holatlari haqida gaplashamiz. Lekin diqqat qiling, bu holatlar haqiqatan ham istisno, qoida emas.
Ba'zi eski kichik avtomobillar kichik o'lchamdagi shinalar va zamonaviy mashinalarga qaraganda ancha yengil osma bilan ishlab chiqilgan. Aynan shu modellarda eshik yorligida ba'zan 2,2 bar bosimga yaqin ko'rsatkich ko'rsatilgan bo'ladi. Faqat shu aniq holatda bu qiymat kundalik oddiy foydalanish uchun mos bo'lishi mumkin. Diqqat qiling, biror mashina 2,2 bar bosimga toqat qilsa, bu hamma mashinalar ham shunday degani emas. Hech qachon umumlashtirmang. Eshik yorligi sizning yagona ishonchli manbangiz bo'lib qoladi. U aynan sizning avtomobilingizning og'irligi, osmasi, tormoz tizimi va yuk taqsimoti uchun hisoblab chiqilgan. Hamma takrorlaydigan universal standart uchun emas. Yana bir kam uchraydigan holat bor. Siz endigina og'ir yuklarni ko'tarish uchun emas, balki qulaylik uchun mo'ljallangan bir xil yangi shinalarni o'rnatdingiz. Ba'zi juda aniq vaziyatlarda 2,2 bar qisqa shahar ichidagi yo'llar yoki yengil foydalanish uchun yetarli bo'lishi mumkin. Lekin siz yuk tashiy boshlaganingizda, uzoq safarga chiqqaningizda yoki yuqori tezlikda harakat qilganingizda bu bosim xavfli bo'lib qoladi. Bu endi mashinani to'g'ri ushlab tura olmaydi. Eslab qolish kerak bo'lgan qoida. Qaysi holatda bo'lishidan qat'i nazar, eshik ichidagi yorliq har doim sizning asosiy yorug'chingiz bo'lib qoladi. Uni doimiy ravishda tekshirib tursangiz, har qanday taxminlarni yo'q qilasiz va noto'g'ri shishirilgan shinalar tufayli yuzaga keladigan yashirin xarajatlardan qochasiz. Bu bosim kam yoki ortiq bo'lishidan qat'i nazar. 9-qism 30 soniyada tekshirish usuli. Endi siz 2,2 bar bosim mashinangizga zarar yetkazishi mumkinligini tushunganingizdan so'ng, mana shinalaringiz bosimini qanday qilib 30 soniyada to'g'rilash va avtomobilingizni ishlab chiqaruvchi belgilagan aniq qiymatlarga qaytarish mumkinligi. Birinchidan, haydovchi tomondagi eshikni oching va ustundagi yorliqni toping. Bu sizning mutlaq manbangiz. Old va orqa shinalar uchun tavsiya etilgan bosimlarni yodda saqlang. Hech qachon ularni taxmin qilmang. Ikkinchidan, yaxshi manometr oling. Yo'l-yo'lakay xizmat ko'rsatish shoxobchalaridagi qurilmalarni unuting. Ular ko'p yillik faoliyatdan so'ng ko'pincha noto'g'ri ko'rsatadi. Sifatli manometrga sarmoya qilish siz oldini oladigan ta'minlash xarajatlari bilan solishtirganda juda arzonga tushadi. Uchinchidan, valv qopqoqchalarini yeching va har bir shinani mashina hali sovuq bo'lganida harakatga chiqishdan oldin tekshiring. O'lchovni yorliqda ko'rsatilgan raqamlar bilan solishtiring. To'rtinchidan, agar shinalar juda bo'sh bo'lsa, tavsiya etilgan qiymatgacha havo qo'shing. Agar ular haddan tashqari to'ldirilgan bo'lsa, ortiqcha havoni chiqarish uchun valvga bosing. Bu jarayonni tortilishini uchun ham takrorlang. Beshinchidan, valv qopqoqchalarini yana joyiga qo'ying va shinalaringiz yaxshi holatda ekanligiga tezda ko'z tashlang. Hammasi shu. Bu tekshiruvni oyiga kamida bir marta va har fasl o'zgarganda bajaring. Har oy atiga 30 soniya shinalaringiz, osma tizimingiz va tormozlaringizni eng yaxshi holatda saqlaydi. Mana shu oddiy harakat hammasini o'zgartiradi. Shinalaringiz uzoqroq xizmat qiladi, yoqilg'i sarfi kamayadi, xavfsizligingiz maksimal darajada bo'ladi va bularning barchasi oyiga atiga bir necha soniya e'tibor bilan amalga oshadi. Foyda darhol va juda katta bo'ladi.